بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Xulofoi roshidlarning 4-chisi Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu haqidagi darsimiz bugun 7-chisi. Ali roziyallohu anhuning ibodati. Ali roziyallohu anhu nafl namozlarni kecha va kunduz o'qiradi. Zuho namozini doim o'qiradi, tark qilmas edi. Bu haqida so'ralganida aytardiki, Ali roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'qiganini ko'rganman. Yana asrning ozonidan keyin takbirgacha bo'lgan 4 rakatli namozni ham qoldirmas edi. Albatta bu asrda ozonidan keyin 4 rakat sunnat o'qishlik bu muakkada sunnat emas, ammo sunnat. Takbirgacha o'qiladigan namoz. Vafot etgunicha mana shu 4 rakatli sunnat namozini qoldirmadi. Ali aytardi roziyallohu anhu, asr namozidan avval 4 rakat namoz o'qigan kishini Alloh rahmat qilsin. Ayoli Fatima onamiz bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga xizmatchi so'rab borganda o'rgatgan narsasi 100 marta tasbih, 100 marta tahmid, takbir, mana shu narsani ham vafot etgunicha qoldirmagan edi. Zohidlik nima bu? Kishini qalbini dunyoga bog'lanmasligi. Bu qalbga tegishli bo'lgan amal. Ali roziyallohu anhu sahobalarning ichidagi eng zohidlardan edi. Kiyimni oddiysi bilan, ovqatni oddiysi bilan kifoyalanar edi. O'zi xalifa bo'lib Kofaga kelganida hukm hovlisiga tushmadida bir faqir kishini uyiga tushdi. Shuni ijaraga olgan bo'ldi. Ali roziyallohu anhu o'zi haqida aytadi, Madina kunlarining birida qornim qattiq ochdi. Ish qidirib ko'chaga chiqdi. Muhammad alayhisolamning kuyovi, Qurayshning sayyidi Ali ibn Abi Talib qorni och, puli yo'q, ovqat topishlik uchun ko'chaga ishlagani chiqdi. Bir ayol tuproqni yuvib olib, haligina loy qilmoqchi bo'lganligini ko'rib, "Men suv tashib beraymi shunga?" dedi. Haligi ayol rozi bo'ldi. Har bir tashib kelgan faqiriga bir donadan xurmo beradigan bo'ldi. Suvni tashib berdi. 16 faqir tashidi. Qo'llari archilib ketdi. Faqirlar katta bo'lgan. Loy bitganidan keyin hali ayol sanab 16 dona xurmoni berdi. Ko'ring, payg'ambarimizning kuyovi mana shuni mehnat qilgan ekan. Demak, mehnat qilishlik birodalar ayb emas. Umar ibn Abdulaziz aytar edi, odamlarning ichidagi eng zohidi Ali roziyallohu anhu. Ali roziyallohu anhu aytadi, taqiq qornim ochligidan unga tosh boylab yurar edim. Ana shu vaqtda meni beradigan nafaqam, zakotim 4000 dinor edi. Ana bizga ibrat bo'ladigan ishlar, birodarlar. O'zini shuncha moli ko'p bo'lishiga qaramasdan faqirona hayotni ixtiyor qilishga o'rgan, tanlashga o'rgan. Sufyon aytadi, Ali karramallohu vajhahu bir g'ishni ikkinchi g'ishni ustiga qo'ymagan, imorat qilmagan. Taomi haqida esa ko'p narsani gapirish mumkin. Abdulloh ibn Umar aytadi, menga saqiflik kishi aytib bergan edi. Haligi saqiflik kishi aytayapti, Ali roziyallohu anhu bir kuni menga ertaga peshin bo'lganda meni oldimga keldi. Ertasi bo'ldi, peshin bo'ldi, oldiga bordi. Huzuriga kirgani bironta eshitadi, soqchi yo'q, to'xta deydigan. To'g'ri kirib bordim. O'tirdim, kichkinagina bir xaltachani chiqardi. Ustida muhr bor edi. Baylangan, pechat qilingan. Yolg'iz o'zini chaqirdi. Demak, biror narsa beradi shekilli, javharmidi, bir qandaydir molmidi. So'ngra muhrni sindirdi, ichida suvayq bor edi. Bir xurmoni bir pasroq surti. Oldi, bir siqim ichidan idishga solib ustiga suv quydi-da, aralashtirib ichdi. Menga ham ichishga berdi. Men ichishga sabr qila olmadim dedi. Ey Amiral Mo'minin, iroda turib shunaqa qilasizmi? Axir iroda ovqati butun dunyoga kifoya qiladi-ku. dedi. Bu pul beradi deb turdi. Ali ibn Abi Talibni bu abet ekan birodarlar.
Ali roziyallohu anhu aytdi, men baxil bo'lganim uchun qilmayman bu ishni. Faqat o'zimga kifoya qiladiganini sotib olaman. Isrof bo'lishini xohlamayman. Endi ustini baylab qo'yishga kelsak, ustini muhrlab qo'yishga kelsak, bironta odam menga ihson deb turib yegizib solib qo'ymasin ichiga. Abdulloh ibn Shurayq bobosidan rivoyat qiladi. Iroqlik savdogarlardan biri Ali roziyallohu anhuga falludaj degan ovqatni kirgizdi. Falludajni kirgizdi. Bu holvani eng zo'r navlaridan bittasi. Ali roziyallohu anhu holvaga qarab turib, "Vallohi hiding yoqimli, ranging chiroyli, ta'ming shirin. Lekin men o'zimni bunday narsaga odatlantirib olishni xohlamayman" dedi-da, haligindan olib totida ozgina qolganini chiqarib odamlarga beringlar dedi. Libosi. Ibn Muborak Zayd ibn Vahbdan rivoyat qiladi. Ali roziyallohu anhu biz oldimizga chiqdi. Ustida bitta izor va bitta ko'ylak bor edi. Izorini bir parcha lata bilan chigib olgan edi. Ya'ni ip bilan emas. Kiyimiga odamlar ishora qilib gapirishganida aytdiki, men bu ikki kiyimni nimaga kiyaman? Kibrdan, faxrdan uzoq bo'lish uchun, namozga qulay bo'lganligi uchun va odamlar menga ibrat qilishi oson bo'lish uchun dedi. Bor, lekin soddaroq yashayotgan odamlar. Endi Ali roziyallohu anhuning zohidligi haqida gapirsak, gap ko'p, shu bilan kifoyalanamiz. Ali roziyallohu anhu bunday bir faqirona hayotni tanladi. Nima uchun? Avvalambor o'zini nafsini tarbiya qilish uchun. Dunyoga berilib ketmasligi uchun, ayniqsa xalifa bo'lgandan keyin. Ko'proq odam Ali roziyallohu anhuga iqtido qilishligi uchun. Chunki agar boy badavlat yashasa ham bo'lar edi, unda hamma ham iqtido qila olmas edi. Faqirlar ham iqtido qilishligi uchun va qalbini dunyoga emas, oxiratga bog'lashligi uchun shunday qilar edi. Albatta birodarlar, chiroyli kiyinish, chiroyli markabni minish man qilinmagan. Faqat bitta sharti bor. Qalb berilib ketmasin bu narsaga. Kamtarligi, tavozusi. Xalifa bo'lib turgan paytda Ali roziyallohu anhu Abu Solih o'zini bobosidan rivoyat qiladi buni. Bir dirhamga xurmo sotib oldida, endi 1 kilo keldimi, 2 kilo ko'tarib ketyapti. Yonida turganlar, "Ya Amiral Mo'minin, berimiz ko'tarib ketamiz" dedi. Endi xalifa, ulug' inson, buyuk sahoba xizmatini qilaylik deb, "Keling, bizga bering" dedi. Abul Ayal ahaqqu bihamdihi. Oilani boshlig'i ko'tarishdagi haqliroq sizlardan ko'ra dedi. Albatta hurmat bajot keltirishyapti yonidagi, lekin kamtarligidan. Xalifa bo'lsa, Rasulullohning kuyovi bo'lsa, tirikligida jannatga bashorat qilingan bo'lsa, bu mansabdor, ilmdor, puldor, hurmat e'tiborda turgan odamlarga ibrat bo'ladigan ko'rinish. Kiyim sotadigan Abu Navvar aytadi, meni oldimga Ali roziyallohu anhu keldi, yonida quli bilan. Keldida ikkita kiyim sotib oldi, ikkita ko'ylak sotib oldi, quliga qarab turib tanla bittasini dedi. Quli bittani tanladi, quldan qolgan ikkinchisini olib kiydi, yengi uzunroq keldi. Keyin furushga mana uni qirqib tashladi deb ko'rsatdi, qirqidi, shunday ketaverdi. Quli bilan bir xil kiyim kiyyapti. Quli bilan bir xil kiyim kiyyapti. Sahobalarda darsda o'tganmiz birodarlar, Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu qullari bilan yursa yoki tursa, kiyimi bir xilligidan qaysinisi sayyidi, qaysinisi quli ajratib bo'lmas edi. Ali roziyallohu anhuning kamtarligini xulosa qilib, askariy keltirgan narsani aytamiz, kifoya qiladi. Kamtarlik deganda Ali roziyallohu anhu nimani tushunar edi? Birinchidan aytardiki, tavozu, kamtarlik 3 ta narsada bo'ladi. Birinchisi, yo'liqqan kishiga birinchi sen salom berishing. Kattami, kichikmi, assalomu alaykum deb salomni sen berishing. Ikkinchisi, majlisda pastroq joyda o'tirishga ham rozi bo'lishing. To'ridan joy tegmasa xafa bo'lmasliging. Uchinchisi, riyo va sum'ani yomon ko'rishing. Seni muhtojlarini, sen haqingda yaxshi gaplar gapirishini istamasliging. Qazoy qadarga rozilik. Bu masalani birodarlar siz bilan biz har xil tushunamiz. Sahobalar ham turli tushungan. Hasan roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu. Bir kishi kelib,
Ali roziyallohu anhuga aytdi. Abuzar shunday deyapti. Abuzar G'iforiy shunday deyapti. Faqirlik menga boylikdan ko'ra mahbubroq, kasallik sog'likdan ko'ra mahbubroq. Abuzar G'iforiy sahobalar ichidagi eng zohid, bir o'zini hayotini qattiq bo'lishiga intilgan kishilardan edi. Kasal bo'lganim yaxshi meni derdi. Chunki kasal bo'lganim gunohlarim kechiradi. Kambag'al bo'lganim yaxshi boy bo'lgandan ko'ra. Chunki kambag'al bo'lsam dunyoga berilmayman derdi. Endi Ali ibn Abi Talib nima deyapti bu masalada? Alloh Abuzarni rahmat qilsin dedi. Ammo men esa bunday deyman. Endi Ali ibn Abi Talib nima deydi bu masalada? Kim Alloh taolo unga tanlab bergan narsasiga haqiqiy ma'noda rozi bo'lsa, suyansa, boshqa narsani orzu qilmaydi. Ya'ni Alloh insonga bir kunni bergan, inson boshqa kunni orzu qiladi. Allohning taqdiriga haqiqiy rozi bo'lgan odam o'sha boshqa narsani orzu qilmay qo'yaveradi. Bugungi kuniga rozi bo'laveradi. Va shu bilan saodatli bo'laveradi. Ya'ni agar Alloh taolo unga sog'lik bergan bo'lsa, rozi. Kasal qilgan bo'lsa, bunga ham rozi. Boy qilgan bo'lsa ham rozi, kambag'al qilgan bo'lsa ham rozi. Tamomiy nima? Rozi. Ya'ni Allohning bergan kuni u uchun o'zi orzu qilayotgan kundan ko'ra mahbubroq bo'lishi kerak bo'ladi. Ali aytardi roziyallohu anhu, mana shunday bo'lish qazoi qadarga rozi bo'lishning chegarasi, haddi. Rozi bo'laylik kunimizga, birodarlar. Ya'ni yaxshilik kelganda oshiqcha xursand bo'lib ketmaslik, musibat kelganda jazavaga tushmaslik. Bu degani hech narsa qilmasdan yotib olish kerak degani emas. Amal qilamiz, lekin rozi bo'laveramiz kunimizga. Ali roziyallohu anhuning keyingi so'zi ham juda ham bir ajib, qarang. Qazoi qadarni Ali roziyallohu anhu xulosalab shunday der edi. Kim Allohning unga bergan kuniga, qazosiga rozi bo'lsa, qazo ustida o'taveradi baribir. Ajr oladi. Endi kim Allohning bergan qazosi qadariga norozi bo'lsa, uni ustiga ham qadar ketaveradi, lekin buni amali habata bo'ladi. Xohlasangiz ham shu kun, xohlamasangiz ham shu kun. Rozi bo'lsangiz ham shu kun, rozi bo'lmasangiz ham qazoga rozi bo'lishlik kishiga xotirjamlikni, osoyishtalikni olib keladi. Mana endi musulmonlarga nisbatan Ali ibn Abi Talibni munosabati. Ali roziyallohu anhu aytardiki, odamlarning eng fasohatlisi, eng Allohni ko'proq tanigani kim? La ilaha illalloh kalimasini aytgan kishilarga muhabbati bor, ularni qadrlarini bilgan kishi. Musulmonni qadrlagan kishi Allohni tanigan kishi bo'ladi. Haqiqiy taqvo egasi kim? Haqiqiy ilm egasi kim? Musulmonlarning haq hurmatini biladi, moli, joni, obro'yiga putur yetkazmaydi, g'iybat qilmaydi. Ali ibn Abi Talibni Qur'ondagi eng umid bag'ishlaydigan oyat haqida aytgan so'zi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Ali ibn Abi Talib ushbu hadisni rivoyat qiladi. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ummatimni qiyomat kunida shafaat qilaman. To Robbim menga ey Muhammad rozi bo'ldingizmi?" deydi. Men ha rozi bo'ldim deyman. Dedi-da Iroqlilarga qarab turib, "Sizlar" dedi Iroq ahli. Kishini umidini ziyoda qiladigan oyat deb mana bu oyatni aytasizlarmi? Mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmang. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zigina mag'firatli, mehribon. Shu oyatni aytasizlarmi? Insonga umid bag'ishlaydigan eng kuchli oyat shu deb bilasizlarmi? Ular ha deyishdi. Lekin men bunaqa demayman dedi. Qur'onda mo'min kishining qalbiga umidni katta qilib joylab qo'yadigan oyat "Vala sawfa yardo" oyati deb aytaman. Yaqinda Parvardigoringiz sizga shunday ne'matlar ato eturki, siz u ilohiy marhamatlardan rozi bo'lursiz. So'ngra Ali ibn Abi Talib aytdi: Qiyomat kunida Alloh o'zini keng marhamati bilan, rahmati bilan xoligan bandasining gunohini kechirib, jannatga kirgizganidan keyin
payg'ambarimizga shafaat eshigini ochadi. Payg'ambarimiz shafaat qiladi. Shafaat qiladi. Shafaat qiladi. Shafaat qilib payg'ambarimiz rozi bo'lgandan keyin ya Muhammad deydi Alloh taolo, hal radid. Endi rozi bo'ldingizmi deydi. Ha deydi. Alloh kechirgandan keyin payg'ambarimiz o'zi xohlab, rozi bo'lib, o'zi qalbi taskin topkichi ummatini shafaat qiladi. Shuning uchun men aytaman, wala sawfa yarda. Alloh taolo shunday ne'matlarni beradiki, ey Muhammad, siz rozi bo'lib ketasiz dedi. O'zi Alloh taolo gunohlarda avf qilib jannatga kirgizyapti mu'minlarni. Endi gunohi savobidan ko'p kelib qolgan, tavba qilmasdan, istig'for etmasdan o'tib ketganlarga payg'ambarimizning shafaati va'da qilinyapti. Payg'ambarimiz aytganlar: "Shafaati li ahlil kaba'ir min ummati." Meni shafaatim kimga tegadi? Ummatimdan kabira qilib o'tganlarga. Gunoh kabira qilib tavba qilib o'tib ketganlarga. Akalar, benamoz o'tib ketgan bo'lsa ham akalar la ilaha illalloh degan kalima aytgan bo'lsa umid qilinadi, chunki shahodat ahlidan-da u. Bu namoz o'qimay o'tdi, bo'ldi, bu do'zaxga kiradi. Yo'q, unaqa yo'q. Bu manaqa odam edi. Kabira qilib tavba qilmay o'tib ketgan bo'lsa ham kalima ahlidanmi? Umid qilinadi, birodarlar. Ali roziyallohu anhuga yaqin bo'lgan kishilardan Kumayl ibn Ziyod. Bir kuni Ali roziyallohu anhu bilan birga chiqdik. Qabrlarning oldiga kelganimizda Ali qabrlarga qarab, "Ey qabr egalari, ya ahlal bala, ya ahlal vahsha, sizlarda nima xabarlar bor?" dedi-da o'zi gapirdi. Endi bizdagi xabarlar shuki, mollaringlar taqsim qilindi, bolalaringlar yetim bo'ldi, juftlaringlar boshqa yerlarga tegib ketdi. Bizdagi xabar shu. Sizlarda nima xabar? So'ngra menga o'girilib dedi: "Ey Kumayl, agar ularga javob berishga izn berilganida, albatta zotning eng yaxshisi taqvo edi" deb aytishar edi. Fa inna khayraz zadi taqvo. To'planadigan, o'zi bilan olib ketilinadigan narsaning eng yaxshisi taqvo deb aytishgan bo'lardi dedi. So'ngra ya Kumayl, al-qabr sunduqul amal va indal maut ya'tikal xabar. Ey Kumayl, qabr amallarning sandig'idir. O'lim oldida senga albatta xabar keladi dedi. Yana aytar edi: yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar. Allohning ishida jiddiy bo'lasizlar. Aks holda ustinglarda tog'iylar hukm bo'ladi. Ular sizlarni azoblaydi. Sizlarni azoblagan uchun ularni Alloh azoblaydi. Tog'iylarni Alloh azoblaydi, birodarlar. Xoris rivoyat qiladi, Ali dedi: yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarasizlar. Aks holda ustingizga yomonlaringiz boshliq bo'ladi. So'ngra yaxshilaringiz duo qiladi, ammo duoinglar ijobat bo'lmaydi. Bu ummatda boshqa ummatlardan ajratib turadigan narsasi amru ma'ruf nahiy munkar qiladi. Agar mana shu farzni tark qilsanglar, yomonlaringlar podshoh bo'ladi ustinglarda. Endi ichinglardagi yaxshilar duo qiladi, amin deb turaverasizlar, duoinglar ijobat bo'lmaydi. Nima sabab? Amru ma'ruf nahiy munkar qilmay qo'yganligimiz uchun. Menga nima deb ketadigan bo'lib qo'yganligimiz uchun. O'lib ketmaydimi deb qo'yadigan bo'lib qo'yganligimiz uchun. Ali roziyallohu anhu haqni gapirishlikda jur'atli edi. Hech qachon yolg'on gapirmagan va bironta o'rinda mujomala qilmagan. Noto'g'ri narsani bilganda aytgan, chiroyli gapirib qo'ymagan o'rnida. Ali roziyallohu anhu aytar edi: o'zingga zarar keltiradigan o'rinda bo'lsa ham rost so'zlashing, o'zingga zarar yetkazadigan holatda ham rost gapirayotganliging iymoningni borligini belgisidir. Ilmingdan ortiq bo'lgan so'zni gapirmasliging, bilmagan narsani gapirmasliging va boshqalarning ilmida taqvo qilishing, bu ham iymonning belgisi. Boshqalarning ilmida taqvo qilishing. Nima degani bu? Boshqalarning ilmini hurmat qilishing, ular bilgan narsani sen bilmasang indamay turishing. Ali roziyallohu anhuning ilmi. Ali roziyallohu anhuning ilmi haqida kibor olim sahobalar guvohlik berishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi ilm bulog'i Ali roziyallohu anhu edi. Chunki Ali roziyallohu anhu go'dayligidan payg'ambarimizning uyida katta bo'lgan. Birinchi bo'lib iymon keltirgan. 2, sahobalar payg'ambarimizdan ozgina bir narsani o'rganish uchun Rasulullohni istab, suhbatini mushtoq bo'lsa, Ali roziyallohu anhu birga yashagan.
Shu va boshqa sabablarga ko'ra Ali roziyallohu anhu eng olim sahobalardan edi. Ali roziyallohu anhu o'zidagi ilm haqida gapirib aytadiki, shukr keltirib, "Vallohi, biron bir oyat nozil bo'lgan bo'lsa, u oyat nima haqida, kim haqida, qayerda nozil bo'lganligini bilaman" derdi. Bormi hozir shunaqa odam? Qachon, qayerda, kim haqida nozil bo'lganligini bilaman derdi. Ali roziyallohu anhu. Endi bunday deyishlikka faqatgina Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu qodir edi. Ali roziyallohu anhu aytardiki, odamlarga taqlid qilmanglar. Kishini jannatga olib kiradigan ishlarni qilib yuradi. Keyin Alloh bilgan ilm tufayli ortiga qaytib ketadi, iymondan toyilib ketadi, jahannamga ketadi. Yana bir kishi jahannamga olib boradigan ishlarni qilib yuradi, u ham ortiga qaytib ketadi. Alloh bilgan ilm tufayli jannatilar tomon ko'radi, jannatga kirib ketadi. Agar taqlid qilishlik juda ham zarur bo'lsa, o'tib ketgan solih insonlarga taqlid qilinglar. Chunki ular fitnadan endi omonda. Tirikmi odam fitnaga uchrashlikdan omonda emas, birodar. Xatoni tan olish. Musulmon odam qilgan xatosini darhol tan olishligi lozim bo'ladi. Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi aytadi, Alidan bir kishi kelib masala so'radi. Ali javob berdi. Hali kishi Amirul Mu'minin, bu masalaning javobi falon-falonda emasmi dedi. Ali ibn Abi Talib ozgina o'ylanib turdi-da, to'g'ri aytdi, men adashibman dedi. So'ngra va fawqa kulli zi ilmin alim. Har bir ilm sohibining ustida undan biluvchiroq bo'lgan zot bor dedi. Bilmagan narsani kishi bilmayman degan uyalmasligi kerak, birodarlar. Ilm hovlisini eshigi bo'lgan Ali roziyallohu anhu xatosini tan olyapti. Bilmagan narsasini bilmayman deyishdan musulmon odam kibr qilmasligi kerak. Masalan, bir domla yoki bir kishi, bir olim hamma ilmni bilimdoni bo'lishi mumkin emas. To'g'rimi? Endi biror marta bilmayman ekan shu narsani desa birorta bir domla, bu narsa u domlani hurmatini ziyoda qiladi. Sharafini ko'paytiradi. Chunki hamma narsani bilishlik, akalar, kechirib qo'yasizlar. Har qancha fenomen bo'lmasin kallangiz, baribir nima qilasiz? O'shuning uchun taloq haqida so'rasa, falonchi domladan so'ray, mendan yaxshiroq biladi, deyaptimi? Demak, bu yaxshilikning belgisi. U taloq haqida hamma narsani bilgan domla faroizdan bexabar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bilmaydigan narsamiz nima deylik? Bilmayman deyishni o'rganaylik. Ey odamlar, bizdan ushbu so'zlarni olinglar. Kishi faqatgina Robbisidan umid qilsin. Faqat o'zini gunohidan qo'rqsin. Agar bilmasa, ta'lim olishdan hayo qilmasin. Agar bilmagan narsasi haqida so'ralsa, bilmayman deyishdan uyalmasin. Bu Ali ibn Abi Talibning so'zi. Bir kuni bir odam kelib Ali ibn Abi Talibdan masala so'radi. Bu narsa haqida menda ilm yo'q dedi. Dedi-da, "Ya bardaha la kabidi" dedi. Zo'r oldi degan ekan. Nima zo'r oldi? Bilmaydigan narsam haqida so'raluvdim, bilmayman deya oldim degan ekan. Ya bardaha la kabidi, zo'r oldi degan ekan. Ya'ni kibrimni yenga oldim deganida bu. Imom Malikdan birov savol so'radi. To'rt mazhab boshliqlaridan bittasi. Men buni bilmayman ekan dedi. Haligi savol so'raganga bu berdi. Imom Malik bo'lib turib bilmaysizmi shuni dedi. Bor dedi. Madinaning 4 ta balandligi bor, do'mi dedi. Turovga chiqib baqir. Imom Malik bu masalani haqiqiy xayriyat, yaxshilik nima? Alloh taolo Qur'onda va innahu li hubbil khayri la shadid. Albatta u inson shak shubhasiz mol va dunyo muhabbatiga juda qattiq beriluvchidir. Abduxoyr ibn Yazid al-Hamadoni aytadi Ali ibn Abi Talibdan. Ali roziyallohu anhu aytadi, moling va farzanding ko'payishi haqiqiy xayriyat emas. Yaxshilik emas bu. Haqiqiy yaxshilik bu emas. Haqiqiy xayriyat ilmingni ko'payishi, muloyimligingni ziyoda bo'lishi, odamlar orasida ibodatingni ko'pligi bilan quvonishliging dedi. Agar chiroyli amal qilsang, Allohga hamd aytishing, yomon ish qilsang, unga istig'for aytishing dedi. Ali ibn Abi Talib aytar edi. Sizlar uchun ikkita narsadan qo'rqaman.
havo nafsga ergashishliklardan va orzu umidga berilib ketishliklardan. Chunki havoi nafsga berilishlik kishini haqdan to'sib qo'yadi. Orzularda, umidlarda ko'chasiga kirib qolishlik oxiratdan to'sib qo'yadi sizlarni. Abdulloh ibn Abbos aytadi: ishonchli odam mana bu gapda Ali aytdi desa, shu masalada ijtihod qilmasdan nuqta qo'yib qo'yardi. Ali gapirmagan bo'lsa bir masalada, inekin ijtihod qilardim deyapti. Habrul umma bo'lgan kishi. Ibn Abbos yana bir so'zi: men eng ko'p foydalangan kishi so'zlaridan bu Rasululloh. Endi Rasulullohdan keyin so'zlardan ko'proq kimdan foydalandim? Ali roziyallohu anhu. Ali roziyallohu anhu Ibn Abbosga maktub yozib bergan edi. Ana shu maktubdan juda katta foyda olganligini aytadi Ibn Abbos. Maktub quyidagicha edi: albatta insonni aslida o'tib ketmaydigan narsaga yetishi xursand qiladi. Va aslida yeta olmaydigan narsasining o'tib ketishi xafa qiladi. Peshonasida yozilgan kelishi bir narsani, shu narsa kelsa xursand bo'ladi. Endi peshonasida yozilgan bir narsani kelmasligi, o'sha narsa ketib qolsa xafa bo'ladi. Kelodi xursand bo'lib ketdingiz. Ketib qoladi xafa bo'lib ketdingiz. Demak, ikkalasi ham yozilgan edi. Biriga oshiqcha xursand bo'lishdi, ikkinchisiga oshiqcha xafa bo'lishdi. Keragi yo'q edi. Dunyoingdan yetgan narsangga xursand, undan o'tib ketgan narsaga xafa bo'lmagin. Oxiratni amalsiz umid qiluvchilardan bo'lmagin. Tavbani uzun orzularing sababli kechirmagin dedi. Oxirat ishini zo'r qilib qo'yganingizdan keyin haqiqiy xursandchilikka haqli bo'lasiz. Ali roziyallohu anhu haqida Umar ibn Xattob: Ali aqdona, biz oramizdagi eng qoziroq inson Ali deb aytardi. Kim? Umar odil. Umar ibn Xattob biron masalada, biron ishda hukmini chiqarishlik ikkilansa, Ali ibn Abi Talib bilan maslahatlashar edi va aytar edi. Diqqat qiling Umar ibn Xattob so'ziga. Hatto Abul Hasan ham maslahat bera olmaydigan mushkula, muammo chiqib qolishidan Allohdan panoh tilayman. Kim aytayapti buni? Umar ibn Xattob. Ibn Mas'ud aytar edi: Madina ahli orasidagi eng qoziroq inson bu Ali roziyallohu anhu edi. Sahobalar ichidagi eng ilmligi kim deb so'ralsa, kimdir Abu Bakr deydi. Kimdir Usmon deydi. Kimdir Ubay ibn Ka'b deydi. Ammo yaxshilab tekshirib chiqsak, ana shu sahobalarning o'zlarining gapi, tobiinlarning gapini yaxshilab o'rganib chiqsak, eng ilmli sahoba Ali ibn Abi Talib ekanligi ma'lum bo'ladi. Ibn Abbos aytar edi: Aliga ilmni 10 dan 9 berilgan edi. Ali roziyallohu anhuga ilmni 10 dan 9 berilgan edi. Qolgan 10 dan 1ida odamlar Aliga sherik edi. U yerda ham Ali roziyallohu anhu bor. Rasululloh bilan birga yashagan, Rasulullohning har bitta holatidan xabardor bo'lgan Oysha onamiz aytardiki, sunnatni eng biluvchi kishi Ali der edi. Tobiinlarning ulug'i Said ibn Musoyib aytadi: mendan xohlagan savolinglarni so'raylardi, faqatgina Ali ayta olar edi. Boshqa hech kim buni qila olmas edi. Atoga aytdim deydi Abdul Malik ibn Salman. Muhammad alayhisalomning sahobalarining orasida Alidan ko'ra bilimdorroq odam bormidi? Ato javob berdi: undayini bilmayman. Qazo va hukm. Umar ibn Xattobning oldiga bir ayol keldi. Erga tegdi, 6 oyda tug'ib qo'ydi. Erga tegdi, 6 oyda tug'ib qo'ydi. Umar ibn Xattob: demak, erga tekkicha homilasi bilan kelgan ekan bu. Zino qilgan ekan. Toshbo'ron qilinadi bu dedi. Ali ibn Abi Talib: "Ya Amiral Mu'minin, toshbo'ron qilinmaydi u" dedi. Nima uchun dedi? Ali roziyallohu anhu aytdiki, siz Allohning Qur'ondagi Astagfirullah va hamluhu va fisaluhu 30 shahra oyatini o'qiganmisiz dedi. Ya'ni uni homilador bo'lishi va uni sutdan ajratish muddati 30 oy. Homilador bo'lib, tug'ib, sutdan ajrashi 30 oy bo'ladi dedi. Ha, eshitganman dedi. Ali roziyallohu anhu davom etdi. Yana va fisaluhu fi amayni. Uni sut emizishlik muddati 2 yilligani eshitganmisiz dedi. Ha, eshitganman dedi. Homilador bo'lish, sutdan ajratish 30 oy bo'lsa, sutdan ajratish 2 yil bo'lsa, amayni degandaqa 24 oy chiqib ketdi. Qancha qoldi dedi? 6 oy dedi.
Qur'ondagi ikkita oyat bilan boyaga ayolni toshbo'ron qilmasligi to'g'ri bo'lishligini Umar ibn Xattobga tushuntirib qo'ydi. Ali aytdi, sanatayn 24 oy, homiladorlik va emizishlik 30 oy, emizishlik 24 oy bo'ladigan bo'lsa, homiladorlikka 6 oy qoladi. Demak, homiladorlik 6 oy bo'lishi mumkin dedi. Umar ibn Xattobning hukmi xato edi. Umar ibn Xattobning chiqargan hukmi xato edi. Shunda Umar roziyallohu anhu o'zining mashhur so'zini aytdi. Laula Ali la halaka Umar. Agar Ali bo'lmaganida Umar albatta halok bo'lgan bo'lardi. Begunoh ayolni toshbo'ron qildirib, gunohi bilan halok bo'lardi qiyomat kunida dedi. Ali roziyallohu anhu o'zi xalifa bo'lgan paytda ham qazo ishini marjiya edi. Mana u kishini aqliga ishora qiladigan bitta narsani aytamiz. Bir ayol keldi. Akasi vafot etdi. Akasidan 600 dinor meros qoldi. Keldida, "Ya Amiral Mu'minin, akam o'luvdi, 600 dinor meros qoldiruvdi, katta pul. Menga merosni taqsim qilishib 1 dinorla berishdi" dedi. "Menga zulm qilishdi" dedi. Ali roziyallohu anhu so'zini eshitib, ozgina o'ylandida, ehtimol akayning ortida ayoli qolgandir. Ha? Ikkita qizi, onasi, 12 ta aka-ukasi bo'lsa, sen bittasi ekansan dedi. "Ha" dedi. "To'g'ri bo'lishdi" dedi. Birodarlar, meros ilmida bir odam o'lib pul qoldirsa, ikkita xotini bo'lsa, xotiniga moncha qismi bo'linadi. Ikkita o'g'li, bitta qiz bo'lsa, moncha bo'linadi. Otasi bo'lsa, moncha bo'linadi. Hamma narsa aka-ukalarigacha, opa-singillargacha taqsim qilib qo'yilgan. Qarang. Akayning ortida ayoli, 2 qizi, onasi, 12 ta aka-ukasi va bitta sen singlisi qolsana dedi. O'sha 600 ni hisoblab qo'ydi 1 dinorni berganligini olib turib. Bu yerda 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. Birinchidan, bu kishining ortida qolgan insonlarni chiqarib berdi. Ikkinchidan, aniq matematik hisob, uchinchidan, qisqa vaqt ichida. Ali roziyallohu anhuning zakovati yana bitta misol. Ikkita do'st o'tirib ovqatlanishadigan bo'ldi. Bittasida 5 burda non, ikkinchisida 3 ta burda non bor edi. O'rtaga qo'yishdi. Endi ovqatlanamiz deb turganda 3-chi odam keldida, halgilar bilan birga ovqatlanmoqchiligini aytdi. O'tirishdi, 8 burda nonni yeyishdi. So'ngra haligi 3-chi odam turib ketayotib, "Mana bu yeganaman haqqi" deb turib 8 dirhamni tashab ketdi. Shunda 5 burda non qo'ygan odam aytdi, "Menga buni 5 dirhami, senga 3 dirhami" dedi. Chunki menda 5 burda non edi, senda 3 burda non edi. Haligi odam rozi bo'lmadi, "Hammamiz teng yedik, 4 dirhamdan bo'lamiz" dedi. Ikkita ulfat, ikkita do'st talashib qolishdi. Juda ham jiddiy masala emas endi, lekin "Yur, Alining oldiga boramiz" deydi. Yurdi, borishdi. Ali ibn Abi Talibga borib turib, holatni bayon qilishganida, haligi 3 burdan non qo'ygan yigitga qarab, "Birodaring senga 3 dirhamni beribdi, olaver" dedi. "Ya Amiral Mu'minin, hammamiz teng edik" dedi. Undan tashqari shariat hukmini bilmoqchiman. Achchiq bo'lsa ham quloq solaman men dedi. "Shariat hukmiga rozimisan?" "Roziman." "Senga 1 dirham unda" dedi. "Nimaga 1 dirham? O'zi 3 dirhamga ko'nmay turibman." "Ke bo'lmasa men bilan hisobla" dedi. "Har bir burda nonni 3 qismda faraz qilaylik. Birodaring 5 burda non qo'ydi, demak uniki 15 bo'lik. Sen 3 burda non qo'yding, seniki 9 bo'lik. 15 ga 9 24 bo'lik. 3 oilalar o'tirib yedinglar. 3 oilada teng yedi faraz qilaylik dedi. To'g'ri bo'pti dedi. 8 bo'lakdan yedinglar. Birodaring 15 bo'lak qo'ygan edi, shundan 8 tasini yedi. Unga 7 bo'lagi qoldi uning nonidan. Sen qo'ygan 9 bo'lag edi. Sen 8 bo'lagini yeding, 1 bo'lagi sendan qoldi. Demak, birodaringga 7, senga 1 dirham dedi. Bu birodarlar qanaqa bir aql, qanaqa zakovat. Bir fikr qilib ko'raylik. Ali roziyallohu anhuning zakovati u zotni tanigan hamma kishilar e'tirof qildi. Hattoki u kishi bilan husumatlashganlar ham. Muaviya ibn Abu Sufyon bilan Ali ibn Abi Talib o'rtasida mushkula bo'lgan, janglar bo'lgan. Lekin Muaviya roziyallohu anhu husumatlashgan bo'lsa ham, ammo Ali roziyallohu anhudagi ilmni tan olar edi. Muaviya xalifa bo'ldi, oldiga ana shu shomli kishilardan bittasi kirib,
falon masala haqida so'radi. Muaviyat ibn Abu Sufyan men bilmayman ekan buni javobini dedi. Kimga boray? Kimdan so'raydi o'di? Alidan boshqasiga dalolat qila olmayman dedi. Haligi kishi aytdi, bu ishda Alini javobidan ko'ra sizning javobingiz menga yoqimliroq bo'lardi-da dedi. Muaviyat ibn Abu Sufyan aytdi, bu so'zing naqadar yomon bo'ldi-ya dedi. Ichiga Rasulullohning o'zi ilm joylagan kishining oldiga borishidan bosh tortasanmi dedi. Ali roziyallohu anhu haqida Muaviyat ibn Abu Sufyanning so'zi mana shu edi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.